Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti maktabgacha ta'lim yo'nalishi 201-guruh talabasi Umarova Sevinchning tabiat bilan tanishtirish metodikasi fanidan tayyorlagan taqdimoti. Sharof Rashidov reja hadislarda tabiat mavzusini o'rni va ahamiyati, tabiatni asrashga undovchi hadislarning mazmuni, hadislarda suv, yer, o'simlik va hayvonlarga munosabat, tabiatga hurmatli inson tarbiyasidagi o'rni. Bugungi mavzuimiz hadislarda tabiat bandlarini o'rganish. Islomda tabiat Allohning yaratgan buyuk ne'mati va insoniyat sifatida qaraladi. Qur'on va hadislar insonni tabiatni asrashga chaqiradi, unga zarar yetkazmaslikni ta'kidlaydi va atrof muhitni obod qilishni buyuradi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam tabiatni asrashni imkon bilan bog'lagan. Masalan, tabiatni toza va sog'lom saqlash, o'simlik va hayvonlarga hurmat ko'rsatish, suv va boshqa resurslarni isrof qilmaslik hadislarda ko'proq uchraydi. Bu hadis insonni har qanday sharoitda tabiatni obod qilishga chaqiradi. Shuningdek, poklik iymonidandir degan hadis tabiat va atrof muhitni toza saqlashni va imkon belgisi sifatida talqin qiladi. Bu insonning tabiatga bo'lgan mas'uliyatini nafaqat madaniyat, balki ruhiy rivojlanish nuqtai nazaridan ham asoslaydi. Hadislarda shuningdek resurslarni oqilona ishlatish va isrofgarchilikni taqiqlash mavzusi ham ko'p uchraydi. Suv, oziq-ovqat, yer va boshqa ne'matlar ustida mas'uliyatni his qilishga chaqiradi. Bu esa ekologik madaniyatni shakllantirishning erta bosqichi sifatida qaraladi. Hayvonlarga munosabat, hayvonlarni qiynash qattiq taqiqlangan bo'ladi. Payg'ambarimiz hayvonlarga mehribon bo'lishni buyurgan va ularga g'amxo'rlik qilgan kishini savobli ekanligini bildirganlar. Masalan, bir kishining susaygan hayvonga suv berishi yoki unga g'amxo'rlik qilishini haqidagi hadislar insonning rahim shafqatli bo'lishini ta'kidlaydi. Ushbu bandlarning umumiy mazmuni shundan iboratki, inson tabiatni asrab, unga zarar yetkazmaslik bilan Allohning ijodini hurmat qiladi va jamiyatda mas'uliyatli shaxs sifatida shakllanadi. Hadislar insonni tabiatni asrashga chaqiruvchi muhim manba hisoblanadi. Ularda suvni isrof qilmaslik, daraxt va o'simlik ekish, hayvonlarga mehribon bo'lish, yer va atrof muhitni toza saqlash kabi tavsiyalar mavjud. Bu tavsiyalar nafaqat ekologik madaniyatni oshirish, balki insonning ma'naviy va axloqiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Hadislarni o'rganish va tahlil qilish organlari orqali insonlarni tabiatni qadrlash, unga hurmat ko'rsatish va resurslarni oqilona ishlatishni nafaqat diniy, balki amaliy muhim ahamiyatga chuqur anglaydi. Foydalanilgan adabiyotlar e'tiboringiz uchun